Assalomu alaykum obunachilar, vatandoshlar. Mana bugun sanamiz 12-oktyabr sanasiga yetib keldik. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani. Mana bizda uzumlarni qishda sovuqdan saqlash ishlari bo'layapti. Mana uzum bog'imiz Shipalerdagi uzumlarni tuproq bilan ko'mayapmiz. Ko'mishdan oldin mana shunaqa qilib, mana kuzda kesganmiz, buni shakl berib keyin qo'ndoqlab chiqamiz. Mana ip bilan bog'lab yotqizishga qulay bo'lishi uchun yotqizib chiqamiz va tuproq bilan ko'mamiz. Uzumlarni eng sovuqdan saqlashning samarali usuli mana shunaqa tuproq bilan ko'mish. Buning mehnati juda og'ir bo'ladi, lekin eng samarali usuli. Qish qattiq kelgan yillar ham sovuq urmaydi. Kimdir shox shabba bilan o'rab qo'yadi, kimdir qandaydir sintifon matolar bilan o'rab qo'yar ekan. Lekin eng samarali usul tuproq bilan ko'mish. Mana uzumlar holati shuni yotqizib tuproq bilan ko'milyapti. Bu tarafida ariq hosil bo'layapti. Mana ariqqa go'ng solamizdan sug'oramiz. Mana shu ariqda. Mana daraxtlar ham barglari sap-sariq bo'lib, kuz fasli kelgani bilinib turibdi.